أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها. ياجا برمينة ناسا تشته مينة تولده فذهب أثرها. onun fakat iznası kalmadı deydi. Hazır bu ziminin üstüge meynat nasa tushib ketib va to'kilib ketib qolsa qanday ahvolda pokiz bo'ldi degan masala. Yuqoridagisi masalan o'tak, kiyim-kechak, boshqa yerlarga meynat nasa tushib ketsa hukmini bayon qilgan. Jazatis salatu alayha duna tayammum. Ashiyaning ustida namoz o'qisa bo'ladi deydi. Hech qanday asar qolmagan ekan. Duna tayammum, lekin ashu tuproqda shu najosat tushgan joyining to'pisida tayammum qilishga bo'lmaydi. Xuddi bu yuqorqi masalalarda tahir, g'ayr mutahhir deganga o'xshash. Wa qala Zufar la tajuzu as-salatu kat-tayammum. Imom Zufar debdi, tayammum qilib bo'lmaganga o'xshashla namoz o'qishga bo'lmaydi u yerda. Yuqordimi suvni tahir bo'lsa mutahhir bo'ldi deb turgan. Nishadimi mushtuproqni tahir desak, cho'qim bu tayammum qilishga yaraydigan mutahhir bo'ladi debdi. Walana bizning dalilimiz annal arda tanshafu. Yer degan qurib qoladi. Wal hawa'u yajzibu ma zahara minha. Ustiga chiqib qolgan maynachilik bo'lib qolsa, havo tatib ketadi, quritib o'tadi demakchi. Faqallat. Undan keyin buning bir qismini havo tatib ketdi, qurib ketdi. Undan keyin bu najosat az miqdorda qoldi, bak az. Wal qalilu la yamna'u jawaz as-salati. Endi az miqdordagi bir najosat bo'lib qolsa, namoz o'qishni to'sanmaydi deydi. Masalan, qadri dirham dediq-ku, shuni namozni to'sab qilinmagandek. Wa yamna'u tayammum, lekin tayammum qilishga bo'lmaydi. Ay najosat tushib ketgan to'pida garchi uning hech qanday izi qolmagan bo'lsa-mu, tayammum qilish bo'lmaydi. Chunki ozgina najosat bo'lsa-mu yo'da poklig'uchi degan sifatiga daxl etadi. Wa rawabn kasin an ashabina. Ibn Kas bu Ali ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Kas al-Qadi an-Nakhai. Ali ibn Muhammaddan 324-yilda vafot bo'lgan. Shu uch imomning shogirdlari yoki shogirdning shogirdi bo'lishi kerak. Bu rivoyat qildi dedi. Endi yuqorida biz jazat salat alayha duna tayammum degan qarash zohirur rivoya edi. Endi ma'vo navodir rivoyati, ya'ni ikkinchi darajalik ojiz rivoyat. Bu rivoyatda imomlarimizdan javazut tayammum aydan tayammum qilsin bo'ldi degan qarash kelgan. Zufarning qarashiga o'xshash. Undan keyin uch imomdan ashabina degan so'zni biz shu uch imomni ko'rsatadigan so'z dedik. Shunama al-imam va sohiban. Uch imomdan shunda qarashmi keldi. Yuqorida ustida namoz o'qisa bo'ldi, lekin tayammum qilib bo'lmaydi degan qarash keldi. Ikki xil qarash. Birinchisi zohir rivoya, ikkinchisi g'ayri zohir rivoya yoki rivoyatun navodir. Bu rivoyatun navodir Zufarninkiga o'xshash chiqdi. Li'anna an-najasata istihalat ila ajza'il ard. Chunki zaminga tushgan najosat zaminning bir parchasiga aylanib ketdi deydi. Istihala deganni biz aylanib ketdi, bir moddaga aylanib ketishni degan. Li'anna min sha'nil ardi jazbal ashya'i ila tabi'iha. Chunki zaminning tabiati shunda. Boshqa bir modda tushib qolsa, o'zining tabiatiga so'rab ketadi, tatib ketadi. Wa bil istihalati tathuru kal khamri idza takhallalat. Aylanib ketishi bilan
pokiz bo'lib ketadi. Ay najosatmi pokizlikqa aylanib ketadi. Qandaysa shu xamirga o'xshash. Aroq bir muddat to'g'andan keyin sirkiga aylanib ketib qolsa, bu pokiz narsaga aylanib ketgan bo'ldi. Bu najosatmi zaminning ustiga tushib, to'piga aylanib ketsa, pokiz narsaga aylanib ketgan bo'ldi dedi. Fayajuzu tayammum. Undan ekan shu joyning tuprog'i bilan tayammum qilsak bo'ldi. Va idza asaba al-arda najasatun, endi bir yerga najosat tegdi. In kanat rikhwatan yusabbu alayha al-ma'u fatathur. Agar bu joyning to'pisini aytib bo'sh to'p bo'lib qolsa, qumdak masalan, ayt bo'sh yumshoq to'p bo'lib qolsa, ustiga suv to'kitimiz. Suv to'ksak, shuni pokiz bo'lib ketadi deydi. Li'annaha tunashiful ma. Chunki ya bo'sh bo'lgan ekan, suv sinib quritadi suvni demoqchi. Fayathuru wajhul ard. Oxirda suvni bir yuvib quritayotgandek bo'lgan ekan, zaminning ust tarafi pokiz bo'lgan bo'ldi. Va in kanat sulbatan yusabbul ma'u alayha. Lekin qattiq yog'lab qolsa, suv sig'maydigan. Ustiga suv to'kitimiz. Thumma tuknasul hafiratu allati ijtama'a fiha al-ghusala. Ondan shu yug'an suv yig'ilib qolgan bir joyni anchuncha u yerga chuqurroq joylar bo'lib qolsa, suv yig'ilib qolishi mumkin, suv sig'may. Shu maynatlar tushib ketgan ya qattiq yog'lab qolsa, sig'izya masalan, shunda qattiq bir yog'lab qolsa, suv sig'maydigan. Ustiga suv to'kdik. To'kkandan keyin buning anchuncha ba'zi bir o'ydan chiqaylarga shu joyni chaqigan suv deylar shuni. Chaqigan suv yoki yunda deymiz endi, yunda. Yunda suv shu yerga yig'ilib qoladi. Yig'ilib qolgandan keyin biz uni supiga bilan bir narsa bilan supurib, suvni boshqaga chiqarib o'tamiz. Demak biz zaminning ustini hozir chaqib yug'andek bo'ldik. Men tukbas degani tuknasu. Supurildi deydi. Hafira degan o'rak. Chuqur joylari. Hufra deymiz yoki hafira deymiz. Tuknas supurildi. Shuni supurgani meknasa deymiz. Al-ghusala shu yug'an jundusu. Qala va bawlu ma yu'kalu lahmuhu. Go'shi yilgan hayvonninki suydiki. Masalan, qo'y, kala, o'chka tugadigandek. Va bawlul faras atning suydiki. Va damus samak baliqning qini dilamdi baliqning qini bulamdi degan masala talash bo'lsa qilib shu baliqdan chiqqan qizil qandek narsa deydi. Va lu'abul bag'li wal himar qechir va eshaklarning shulgaylari. Va qur'ma la yukalu min at-tuyur go'shi yilmaydigan qushlarninki mayiqi. Najasatuhu mukhaffafa. Buningki najisligi yengil deydi. Bu yengil darajalik najas. Amma bawlu ma yukalu lahmuhu, endi tafsili bayon qilgan bo'lsak, bu biz yuqorida bayon qilgan oshnasininki najasi yengil degan qarash Shayxonning qarashi. Abu Yusuf bilan Muhammadning qarashi. Endi amma bawlu ma yukalu lahmuhu fatahirun 'inda Muhammadin. Ash birinchi masalani olib aytsak, bu ishkalarning nazarida najasa mukhaffafa, Muhammadning nazarida pokiz. Masalan, qo'yning, kalining, o'chkining, tugining suydagi pokiz demak. Li hadithil uraniyin. Uraniyning hadisi Buxoriy Muslimga kelgan sahih hadis. Bu hadisning voqealigida Urayni qabilalik 5-6 kishi Madinaga kelib musulmon bo'lib, bir muddat islomni o'rganib turgan. Turish jarayonida bo'lib sahroda yashagan badaviylar o'g'ashqa Madinaning shaharning havosi yoqmay og'rib qolgan. Og'rib qolgan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni shaharning havosi sizga yoqmabdi. Shaharning sirtiga chiqib, zakat tugilarini beqiyotgan bir joy bor. Shu yerga chiqib, shu tugilninki sutlari va suydiklarini ichib davolaninglar deb buyurgan. Bular shaharning sirtiga chiqib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tugi baqarman kishi bilan ko'rishib, asha bir muddat turib, tugining suti va suydiklarini ichib davolanib saqlaygandan keyin tugichini o'ttirib, tugilni bulab olib qochgan. Olib qochgandan keyin tugini bulab olib qochdi deb xabar kelgandan keyin Madinadan Rasululloh adam chiqartib, qo'g'lab, tutib, uni aklab
Medine'nin qara sayliqiga kelib, bunun putqollarini kesib, ko'zlarini o'yab issiqqa tashlab etgan. Shunda vahshiy o'lgan bular. Hadithul Uraniyin degan shu hadisni ko'rsatdi. Shu hadisda Rasululloh kesal bo'lib qolganligiga tugining sut va suydiklarini ichinglar deb buyurganlik uchun tugining sudiki pokiz deb qarayman demoqchi Muhammad. Nejis olgan bo'lsa Rasululloh ishga buyurmaydi deb. Wa yadkhulu fihi bawlul farasi indahu aydan. Muhammadning nazarida ma yukallahmuhuga atning munosimi kirdi. Chunki Muhammad atning go'shi halol, makruh emas deb qaraydi. Abu Usma halol deb qaraydi, lekin ma'nosilda u go'shi yildigan bo'lsa-mu najasa muxaffafa dedi. Walahuma Abu Usma bilan Muhammad ikkalan go'shildigan ayolning sudiki najosatu muxaffafa deb qaragan, yengil darajada najis deb qaragan. Bunning dalili annahu istahala ila natinin va khabathin. Bu asli hayvon yegan bir suyuqlik, suv va kaza. Bu hayvonning badaniga kirgandan keyin sesq va maynat bir narsaga aylandi. Natin degan sesq, khabat degan maynat. Fayakunu najisan. Undan keyin hozir aylangan holatda bir najosat. Undan keyin biz buni najis deymiz. Hozir ahvol qarab, kabul ma la yu'kal. Xuddi go'shi yeyilmaydigan hayvonga o'xshash. Uning sudiki najis degan bo'g'achqa buni najis deymiz. İlla anna qulna bi takhfifihi lit-ta'arud. Lekin biz boshqa hadis buning zid kelib qolganlikdan buni yengil darajaga tushirib qo'ydik. Bo'lmasa og'ir darajalik bo'lmoqchi edi. Chunki biz og'ir darajalik najosat deganni ta'riflagan vaqtimizda hadislar yoki oyat hadislar bir-biriga zid kelib qolmay, kelgan bo'lsa najosat mughallaza, oyat hadisda zid kelib qolgandek bir ahvol bo'lsa najosat muxaffafa degandek ta'riflagan. Undan keyin go'shildigan hayvonning sudiki masalasida dalillar asl bir-biriga zid kelib qolgandek bo'lg'achqa biz buni og'ir darajalik demay, yengil darajalik deb qardik. Hem bir yerde zikr kalgan delil qaysi? Mesela hadithul uraniyin bu südükni pakiz deganini ko'rsatdi. Ondan südükten saqlanish to'g'riliq yoki shu qabrda azoblanayotgan kishining südük sababidan azoblanayotganligi deganga o'xshash südükten saqlanishning muhimligi haqida kelgan hadis buning nejislikni ko'rsatdi. Undan keyin zikr qilishqa biz buni og'ir demay yengil dedik deydi. Ve hadithul uraniyin nusikha kel muslah. Muslah degan bedenning a'zolarini yani kesishdan iborat. Tirik turib kesamdo yoki o'lgandan keyin kesamdo. Mesela Hazreti Hamza'ningki jigirini kesib chayndigo Hind. Shunga o'xshash. Yoki o'lib ketgan kishining bun quloqlarini kesish degandek. Endi shu uraniyning voqealigida, shu tugi o'g'irlarning voqealigida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tugi o'g'irlarning put-qo'llarini kesib, ko'zini o'yab tashlatgan degan shu ish musla. Endi shu musla shu chaqda bo'lgan, lekin keyin hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam naha anil musla deb kelgan. Ya'ni musla qilishdan to'sgan. Burun endi qilingan, lekin keyin bundan keyin musla qilmanglar. Cezalaş olmaz, geçti kelgen cezanın bırakın da uya beyanını kesip musliqim manlar deb kelgen. Bundan keyin suydik ishki bergen ruxsat mı? Şu hadisi batdı. Mutlaqlash mı şu hadisi batdı? Endi mutlaqlash amaldan qoldirilgan ekan, suydik ishki berilgan ruxsat mı amaldan qolgan emas. Demak bu hadis hozir butunlay amal qilmaydi demoqchi. Wa damus samaki laysa bidamin haqiqatan Beliqning qanal kelsak, bu haqiqiy bir qon deyilmaydi. Li'annahu yabyaddu bish-shams. Chunki buni obtob qo'yib qo'ysa, qizil qon oqarib ketadi. Amaliyotda bu qon emas, endi bir suyuqlik demoqchi ekan. Wa an Abi Yusuf rahimahulloh annahu najisun. Abu Yusuf buni najis deb qaraydi ekan. Undan keyin ulamolardan, mujtahidlardan birisi najis deb qaragan bo'lg'achqa, yana taqa biz unda aniq bir naskelab nima qilmagan yoki buning qani haqiqiy qon emas deb qaragan bo'lg'achqa buni najasa mughallaza demay yengil darajalik najis deb qardik. Faqulna bi khiffatihi lidalik. Shuning uchun biz yengil deb qardik. Wa lu'abul bagli wal himari
eshak bilan qachirning so'lgaylari kelsak, li ta'arudun nusus. Buningda hadislar bir-biriga zid kelib qolganlikdan deydi. Bu tarat babida chiqib bo'ldi. Qanday suvni tarat olamiz degan masalada zid kelib qolgan ahvolni bayon qildi. Wa khur'u ma la yu'kalu lahmuhu min at-tuyuri li'umumil balwa. Go'shi yeyilmaydigan ushar qushlarning mayoqlarimi najasa muxaffafa, yengil darajalik najosat. Nima uchun desa, bundan inson saqlanib bo'lmaydi. Yo'lda ketib qolsa, qog'oya bo'lsa, ustiga mayoqlab qo'yish mumkin. yoki yemak-ichmak bir narsalarga tushishi mumkin. Fa innahu la yumkinu al-ihtiraz anhu. Chunki go'sht yeyilmaydigan ushar qushlarning mayoqlaridan saqlanish mumkin emas. Li'annaha tadruqu min al-hawa. Chunki u havoda ushib ketib bilan mayoqlar tushishi mumkin. Tadruqu yani mayoqlaydi o'zi. Va inda Muhammadin najasatuhu ghalidhatun. İmam Muhammad go'sht yeyilmaydigan ushar qushlarningki mayoqlari eg'ir darajalik najosat deb qarabdi. Li'annaha la tukhalitun nasa fala balwa. Chunki bu turdagi qushlar odamizotdan bak unda aralashib yashab ketmaydi. Undan keyin bu umumiylik hamma kishi duch kelib qoladigan bir qiyinchilik yo'q debdi. Va javobuhu ma qulna. Uning javobi shu unda saqlanib bo'lishi mumkin emas. Qala va khur'u ma yu'kalu lahmuhu min at-tuyur tahirun. Go'shi yildigan ushar qushlarningki mayiqi pokiz. Ijmal muslimina ala tarkil hamamati fil masajid. Chunki musulmonlar masjidlarda, jamialarda kaptalarni unda qo'yib bergan. Kaptaldan nurg'un kaptalar tushib, qo'nab yuribdi deydi. Walau kana najisan akhrajuha. Agar najis bo'lgan bo'lsa, masjiddan qo'g'ilayotgan bo'ladi kaptarni. Xususan fil masjidil haram, haram masjidda bo'ladimi? Ashada davomli yashaydigan kaptarlar bor. Yana hozir bunda bir hadis keltirilmay musulmonlarningki amaliy ahvolini dalil qildi. Qala illa ad-dajaja wal batta fa inna najasatahu ghalidha. Faqat to'xu va o'dak bularningki fuqi ig'ir darajalik najosat hisoblanadi. Buni ijmo bor ekan. Hammadan birda ittifoq ekan. Buni li'adamil balwa desak bo'ldi. Umumiylik hammadan duch keladigan ish emas bu. Shu to'xu baqqallar duch kelishi mumkin. Qala va idan tadaha alayhi al-bawlu mithla ru'us al-ibari falaysa bi shay'in. Yengnining uchidak kichik ashunda suydik cheshib ketib qolsa, intidah degan cheshib ketdi. Hech gap bo'lmaydi deydi. Li'annahu la yumkinu al-ihtiraz anhu. Chunki buningdan saqlanib bo'lmaydi. Va fihi harajun fayantafi. Yana bu tozalashda qiyinchilik bor. Halal inson demakchi. Fayantafi yani fayantafil haraj. Qiyinchilik bor desak, biz qiyinchilikni shunga yo'qotamiz. Hech qisi yo'q deb ham yo'qotamiz deydi. Chunki dinda haraj bo'lmag'achqa. وليس بول الخفافيش وخرؤها ولا دم البق والبراغيث بشيء لما ذكرنا. خفافيش شپرانlar, خفاش. Şəpəranlarının suyudiki, mayiqi, şusunun qını, bugünün qını, bula meynət bir nəsi hesablanmaydı. Çünki azğın bir nəsi bu. Heç qısı yox deməkdir. Lima zakarna degan yuqorida biz bunda saqlanib bo'g'lanmaydi. Shunga qiynalib qoldi deb biz qiyinchilikni munosib ko'rmadik deydi. Qala al-Karxi, ana Abu al-Hasan Ubaydullah ibn al-Husayn al-Karxi, "Wa ma yabqa min ad-dam fi al-lahm wal-uruq tahir." Go'shtning ichida va go'shtning ichidagi tumulada qolib qolgan qonlar pokiz deydi. Masalan, go'shtning ichida qil tumuli bor yoki undan cho'ngroq tumuli bor. Shu tumulning ichida oqmay qolib qolgan qonli bo'lib qolsa, bu pokiz. Chunki Qur'on Karimda harom qilgani shu ad-damul masfuh, aw daman masfuhan, aw lahm khinzir degan masfuh degan masfuk degan ma'noda. Eqitilgan qon.
Aslan qo'yni bo'g'ilsak bir das qon chiqadi masalan. U qon nejis, chunki eqib chiqqan. Ham harom, uni yegilib bo'lmaydi. İste'mol qilib bo'lmaydi. Lekin shu qo'yning badindagi tumulda az qon oqmay qolib qolgan. Bu g'ayri masfuh bo'lg'achqa. Bular halol. Wa an Abi Yusuf Abu Yusuf'un kelgan bir rivoyatda annahu ma'fun fil akl duna thiyab. Buni taxmi izohlab go'sht olgandan ishni qilsam uni chiqarib o'tishga mumkin bo'lmaydi. Ozgina qolib qolgan qonning juqini. Shunga yeyishga ruxsat qilib apu qilib o'tamiz. Lekin shu qon, masalan, go'sht ko'targan kishilarda go'shtni yuzib mangadigan masalan, qassobning xizmatchilari kiyimiga oshqan juq qolsa, buni namoz o'qilmaydi. Kiyim-kechak juqqa holda apu qilinmaydi. Lekin yemak, ichmak iste'molda apu qilinadi degan qarash ketdi. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز إزالة النجاسة بالماء نجاستni suv bilan pokizlashga bo'ladi. Bunda hamma olimlar ittifoq. Bu hozir nimaga munosabatli? Najosat mughallaza dedik, muxaffafa dedik, tozalash lozim dedik. Endi nim bilan tozalaymiz degan masala. Suv bilan tozalashsa hamma olimlar pokizlanadi deb qaraydi. ولا خلاف فيه يعني ونوض إجماع قال صلى الله عليه وسلم ثم اغسليه بالماء qanda tozalash to'g'riliq bergan ko'rsatmasida boshda tatili o'tib, uli chiqarib o'tib, undan qolib qolgan miqdorni suv bilan yuviting degan. Undan keyin suv bilan yuvsa maynatchilikni tozalab qilib bo'ladi. Bunda ixtilof yo'q. Qala va bi kulli ma'i'in tahirin. Yana pokiz har qanday suyuqlik bo'lib qolsa, najosatni tozalab bo'ladi. Yan'asiru bil asri. Bu suyuqlik hamda siqilayotgan taqdirda siqilib saq tushadigan bo'lsa deydi. Shunda bir suyuqlik bo'lsa. Kal xalli, masalan sirka. Bir mayna to'lab ketdi, biz tozalaylik desak suv yo'q, sirka bor. Qancha sirkini to'kablam yuvasak pokiz bo'ladi demoqchi. Va ma'ul ward, gul suyi yoki benzin masalan. Masalan sir chiqmay qolsa benzinda tozalab o'tamiz. Shunga o'xshash endi suyuqlikda, pokiz suyuqlikda tozalab qilib bo'ladi. Va ma yu'tasaru min ash-shajari wal waraqi. Daraxt yoki g'azonlardan siqiladigan o'simliklarning suvlari bo'lib qolsa mayli. Ashundan tozalab bo'ladi. Va qala Muhammadun va Zufar la yajuzu illa bil ma. Suvdan boshqasi bilan tozalab bo'lmaydi. Lekin bu yerda ikki xil qarash bo'ldi. Yuqorida ash-Shayxon suvdan boshqa pokiz suyuqlikni tozalash mumkin dedi. Muhammad bilan Zufar suvdan boshqa tozalab bo'lmaydi dedi. İmam Şafii rahmetullah alayhi şu İmam Muhammed ve Zufar'ın karşısını tutkan. Şu an mim, zay, fa deb şerif yazıp koydu. Ve an Ebu Yusuf'a fil bedeni rivayeten. Ebu Yusuf eğer bedendeki necaset olup kalsa bunu suyla tazalaş lazım mı? Ya ki sudun başka aşından asıldan mı tazalaş mümkün mü? Degende ishqil rivoyat kelib qoldi. Ishqil rivoyat kelib qoldi deb bilan bayon qilmagan ekan, buni unda tushunamiz. Boshqa suyuqlikmi badanga tekkan najosatni tozalay oladi, bir qarash. Tozalanmaydi, endi bir qarash. Ishqil rivoyat keldi. Li Muhammadin qawluhu sallallohu alayhi vasallam. Imom Muhammad suvlallam tozalash lozim degan qarashiga dalil qilib bu hadisni keldi. Thumma ghsilihi bil ma. Undan keyin bunda qilib o'tib, ondan suv bilan yuviting dedi deydi. Walau jaza bighayr al-ma'i sudun boshqa narsa bilan yuvsa bo'ldigan bo'lsa, lama kana fi at-ta'yin foyda. Suv deb ismini atashning foydasi yo'q. Yuvitinglar deb qo'ydi. Suv bilan demaydi deydi. Nim bilan yuvsa bo'ldigan bo'lsa, yuviting deydi. Suv deb qo'yishning foydasi bo'lmaydi u chaqda. Lekin hozir suv degandikin, suv bilan tozalash lozim ekan, boshqa narsa tozalasa bo'lmaydi ekan deb tushunamiz. Ve bil kıyasi alel hükmiye. Yani ikinci delil bunu hükmü necasetke kıyas kılmaz dedi. Hükmü necaset mesela cenabet. Cünüp sukulap kalsa sudun başka nasıldır? Cünüsü bulamdı dedi. Bulmaydı. Mesela sütüden cünüsü bulamdı. Adette davanısı cünüğalar bu sırap buldu bulmaydı. Bu başı gap. Lekin cenabet olap kalsa
su ishlatmay ustidan yuvvatsa janobatlikdan pokiz bo'lamdi, bo'lmaydi. Davom ekan va boshqa najosatnimi, haqiqiy najosatnimi suv bilan tozalash lozim. Undan boshqa narsa tozalasa bo'lmaydi demoqchi. Demak, hukmiya degan shu haqiqiyaning muqobilidagi so'z. Haqiqiya ko'zimizga ko'rinib turgan najosat, hukmiya degan junublik holatidagi ma'naviy najosat. Walahuma qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Imom Abu Hanifa bilan Abu Yusuf kelinining dalili va thiyabaka fatahhir degan mush oyat dalil. Thiyabak degan so'zni mush kiyim-kechak deb tushungan ahvolda bo'lmas kinoya desak, ichki dunyoingni, qalbingni turli illatlardan pokizla degan bo'ldi. Bu yerda kiyim ma'nosida tafsir qilib turib, mush oyatni dalil qildi. Fatahhir dedi. Fatahhir bilmadimi demadi. Bunun dalili shu. Suvdan tozala degan gap yo'qmi? Pokizlar dedi. Unda nim bilan pokiz bo'lsa, hisob bo'ladigan. Kimyoviy suyuq bo'lsin, pokizlisi bo'ldi degan gap chiqadi. Masalan, quruq yuvish qilib olsak, kimyoviy suyuqlik ishlatadi-ku. Va tathiru thawbi izalatu an-najasati anhu. Yani kiyim-kechakni pokizlash degan kiyimga tekkan najisni yo'qotishdan iboratda. Va qad wujida fil khalli haqiqatan. Ama sirka bilan tozalasak, sirka amaliyotda shu najosatni tozalay oladi. Tozalashdan iborat vujud chiqdi deydi. Wal muradu min al-hadith hamda sizlar dalil qilgan summa silihi bilmadigan hadisdan yo'qotish maqsad qilingan. Suvlan yo'q degandan maqsad shu najosat tutlab yo'qolib ketsin demoqchi deydi. Hatta law azalaha bil qat' jaza. Shunga buni maqsad qilingan bo'g'achqa shu kiyimga najis narsa yuqgan qon va mani degandek narsa yuqqan ahvolda shu joyni kiyimdan kesib tashlasa, kiyim najosatdan qutulgan ekan, u kiyim pokiz bo'ldi. Va suv ishlatmasin pokiz bo'ldi degan gap buni dedi. Qarshi tarafmi mayna tog'an shu parchani kesib tashlasa, kiyimning qapqagan qismi pokiz bo'ldi deydi. Undan keyin biraz suv ishlatmasin mana pokiz bo'ldi-ku. Undan keyin maqsad pokizlashgan. Wal izalatu tatahaqqaqu bima zakarna. Unda shu mayna narsani yo'qotish biz yuqori degan har qanday pokiz modda bilan vujud chiqadi. Kama fil ma'i, xuddi suvda vujud chiqqandeklar boshqa narsaning vujud chiqadi. Listivaihima fil mujibi liz-zawali. Chunki yo'qotish xususiyatida bular teng barobardir. Al-mujib liz-zawal degan najosatni yo'qotadigan omilda yoki xarakterda ikkisi teng barobar. Yani suv olsun, boshqa olsun najosatni yo'qotalamdi, yo'qotalaydi. O'xshash yo'qotalaydi. Qandaysi min tarqiqin najosati. Chunki bu suyuqlik, pokiz suyuqlik olsun, suv olsun, bu suyuqlik shunda najosat tekkandan keyin najosatni suyultadi bu. Tarqiq degan suyultish. Vaqtulatiha bil ma, as-suyuq narsadan bu najosat arilishidan biddalki, ulash, yuyish orqali. Va taqaturiha bil asri, shay'an fa shay'an. Ondan bir siqqandikilam ay najosat tamsilab tushib ketadi. Taqatur degan tamsilash. Azdan bir-birlab saqib tushib ketadi. Ila an tafna oxiri bir necha qatim siqvatsak suyulib ketgan najosat hammasi saqib tushib ketadi. Oxiri yo'qolib ketadi deydi u najosat. Tafna bil kulli butunlay yo'qolib ketadi. Ya'ni tozalandi. Wa zikrul ma'i fil hadithi warada ala ma huwa al mu'tad ghaliban la lit-taqid bihi lima zakarna. Endi hadisda suvlan yo'q degani odatda tozalashga shu suvni ishlatilgan bo'g'achqa ko'pincha odatlangan usul bo'yicha shunda atagan deydi. Lima zakarna degan, ya'ni buningning maqsad tozalashdan iborat. Shunga istinjo qilsimi, chalmalar istinjo qilish hadisi buyurilgan. Lekin chalmadan boshqa narsa istinjo qilmasmi, o'rin tozalangandan keyin istinjo chiqdi deydi. Wal qiyas wal hukmiyat la istaqim. Endi Muhammad ibn Zufar junub kishi suvdan boshqa narsada yuyinsa junublik yo'qlamtas yo'q dedi.
Ondan keyin ma najosatni yo'q chiqmaydi deb qiyos qilgan. Biz yo'q. Bu qiyos joiz bo'lmaydi deymiz. Li'annaha ibadatun la yu'qalu ma'naha. Chunki bu junublikda najasa hukmiyya degan ahvolda, ya'ni ma'naviy najosatlik bo'lgan ahvolda biz buning ma'nosini tushunib bo'lmaydigan shunday bir ibodat xarakterlik narsa. Bu shunday qildida, shunday qilamiz. Kallimizdan o'tib bo'lmaydi bu deydi. Ala tara annahu yajibu ghaslu g'ayri mawdu'an najasa. Qaramamsan deydi. Najasa hukmiyada, ya'ni ma'naviy najosatda najosat chiqqan joyning boshqa yerlarini yuvish lozim. Masalan, mani chiqqan bo'lsa, biz butun badanni yuvamiz. Shu joylar emas. Fayuqtasaru ala mawrid ash-shar'i wa huwa al-ma. Undan keyin bu shunda shariat bunda qilishing kerak deb biz kallimiz bilan tushunib bo'lmaydigan shu vaqtga buni qulluq deb bilan bosh ustiga deb qabul qilib, shariat ko'rsatgan suv bilan yunsan degan bo'yicha yunishda suvni ishlatamiz. Ya'ni janobatlikdan yunishda suvni ishlatamiz. Başka işletmeyimiz dedi. Amma haqiqiy, ama haqiqiy najosat olib qolsa, fal maqsud izalatun najasa. Bel maqsad qilgan najosatdan qutulish, yo'qotish shuni. Va qad zalat lima bayyana. Yuqorqi narsalar tazliq ahvoldimi? Bu najosat yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketgandan keyin maqsad ado bo'ldi. Qala fa in kana laha aynun mar'iyatun fataharatuha zawaluha. Eğer ko'z ko'ringan bir najosat bo'lib qolsa, ko'ringan moddasini to'liq yo'qotib o'tganda undan pokiz bo'ldi deymiz. Li'anna al-hukma bin-najasati biqiyam 'ayniha. Chunki qachon bir narsa maynat bo'ldi deymizsa, shu maynat narsaning o'zi ko'zi ko'rinib turgan ahvolda maynat bo'ldi deydi. Najosatning o'zi ba bo'lib qolsa, qiyam 'ayni degan o'zi ba bo'lsa deydi. Fayn adimu bizavaliya. Undan keyin najosat yo'qolsa, maynatchilik yo'qoldi deymiz. Falau zalat bil ghaslatil wahida. Najosatni bir qatim yuvsaqlam pokiz bo'lib ketsa, tahurat inda ba'dihim. Ba'zi olimlar bo'ldi hisob pokiz bo'lgandan keyin bo'ldi bir qatim yuvsa, tazlim bo'lgan bo'ldi deydi. Va huwa muqtada ma zakarahu fil kitab. İmam Quduri ay muxtasarda bayan qilgan gapning o'rami mushun taqozo qildi. Ya'ni bu yerda aniq bunda bayan qilgan yo'q shu kitobdimi? Muxtasar Quduriydimi? Lekin bunda gapning o'rami qarasak, xuddi mush bir qatim jo'simi alolab ketdi degandek bir mazmun chiqdi. Ya'ni muqtada degan so'zga diqqat qilaman. Ash kitobda bayan qilingan gap shuni taqozo qildi, shuni ko'rsatdi demoqchi. Va inda ba'dihim Peygamber'deki bazı ulamalar yashtaritu ghasluhu ba'daha marratayn. Bir qatim yuvib qarasak najosat tozalib ketgan bo'lsa, undan keyin yana 2 qatim ataytin yuvitimiz deydi. 3 qatim, martam 3 martamda. E'tiboran bi g'ayrin mar'iyya. Ko'z ko'rinmaydigan najosatga qiyos qilgan holda deydi. E'tibor degan so'zni biz qiyosni ko'rsatdi degan. Ko'z ko'rinmaydigan bir najosatni yuvishda biz 3 qatim yuvitadigan bo'lg'achqa, ba'zi olimlar ko'z ko'ringan najosatni bir qatim yuvsak tozalib ketsa-mu, oqoqdan yana 3 qatim yuvitimiz debdi. Ko'z ko'rinmaydiganga qiyos qilib. Wala yadurru baqa'u atharin yashqu zawaluhu. Bir chal yoki dog' qolib qoldi deydi. Yug'anikim dog' ya chal qoldi. Bu chal ya dog'ni chiqaramidi? Chiqarishni tasxiq qiladigan bo'lib qolsak, bu chaqda u chalning zini yo'q, endi qo'yib qo'ysak bo'ladi. Chal qolib qolmaydi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam fi damil hayd, hayzning qani haqida Rasululloh bunday degan. Ighsilihi va la yadurruka atharu. Juyasangiz bo'ldi, uning izi qolib qolsa, chili qolib qolsa, kerak yo'q degan. Va daf'an lil haraj, yana bundan aytdi qiyinchilik bo'lg'achqa biz qiyinchilikni nari ketkizib o'tish uchun hech qisi yo'q deymiz. Qala va ma laysa bi mar'iyatin, ham ko'z ko'rinmaydigan narsa, masalan suvda sinib ketdi binasiga, gilamga emas. Ko'z ko'rinmaydi, hech qanday unda najosat borlig'i bir nima yo'q. Fataharatuha an yaghsilahu hatta yaghliba ala dhannihi taharatu. Ta ko'ngli xotirjam bo'lib, endi pokiz bo'lgandi deganga qadar yuydi dedi.
xuddi yuqorqi ikki masalada imom Abu Hanifa shu masalaga duch kelgan kishi o'z mo'ljallar ish tutadi degan o'xshashlar ma'noda ko'ngli xotirjam bo'lgan qadar yuvirdi debdi. Yana g'alabat az-zanni dalilun fi ash-shar'iyyat. Chunki ko'nglida pokiz bo'ldi deb gumon ashunda eshib tushsa, shariatda bu bir dalil bo'ladi deydi. La siyama inda ta'azzur al-yaqin. Bularmi kesib bir narsa demaydigan ahvollarda shunda. Shariatning ko'pincha ahkomlari bunda g'olib az-zanniga ta'nis kerak. Bularmi shu ijtihodiy masalalar. Qala va yuqaddaru bis-salasi aw bis-sab'i. Endi g'olib az-zannini ba'zi ulamolar hammadan o'zining g'olib az-zanni qilib xato qilishi mumkin. Buni bir o'lcham bekitib qo'yinglar. Xuddi ko'lchakningki ko'lamini 10 gaz qilib qo'yinglar. Hammadan bilib bo'lmaydiganga o'xshash. Bir san bekitib qo'yinglar deb qilibdi. Deb qilib va yuqaddaru bis-salasi. 3 qatim jusa ko'ngli xotirjam bo'lib, endi tozlangando deya keladi deb qilibdi. Aw bis-sab'i yoki 7 bilan bekitganlim ba. Qat'al lil-vasvasa. Ko'ngilda hech qanday bir gumon qilmaslik uchun, vasvasani yo'qotish uchun 7 qatim juvatsa hech qanday bir narsa qilmaydi deydi. Wala budda min al-'asr fi kulli marra. Har qatim juganchada bir qatim siqish lozim. Va kadalika yuqaddaru fil istinja. Istinja qilgan chaqdami shunda mo'ljallaymiz. Masalan, chalmada 3 qatim surtitish degandek. Va zakara fil mabsut. Imom Muhammad al-Mabsut degan kitobida shunda bayon qildi. La yuhkamu bi zawaliha qabla ath-thalath li hadis al-mustayqid. 3 qatim juyishdan burun ko'ngil xotirjam bo'lsa-mu, o najosat yo'qoldi deb hukm qilmaymiz. Nimaga asosan desa, shu uyqudan yangi uyg'ongan kishi taat olmoqchi bo'lsa, qo'lini 3 qatim yumig'icha qo'lni suv tiqmasin degan hadisga asosan. Shunda 3 qatim yuvg'icha deb bekitib qo'ygan bo'lgan ekan, 3 qatim yuvsa undan pokizlanda ko'ngil xotirjam bo'ldi demoqchi. Va fil muntaqa, muntaqa degan kitob Al-Hakim ash-Shahid shu olimning kitobi. Hakim ash-Shahid zohir rivoya kitoblarini xulosalab Al-Kafi deb hamman to'plagan. Hamda ikkinchi darajalik g'ayri zohir rivoyani to'plab Al-Muntaqa deb kitob yozgan. Demak, shu Muntaqa degan kitobda kelishicha an Abi Yusuf'dan rivoyat qilinibdi. İza ghasalahu sabi'atan tahura. 7-chi qatim yuvsa, undan pak bo'ldi deyish mumkin. Ko'ngil xotirjam bo'ldi demakchi. Va ma la yan'asiru bil asri kal khazafi wal ajurri wal hintati. Endi siqsa siqilmaydigan narsa bor. Keyingicha gilam mana siqish mumkin. Lekin siqilmaydigan narsalar, qattiq narsalar. Masalan, kal khazaf degan sopol. Masalan, tashtak bunday narsalar. Sapal tavoq. Val ajurri. Ajurri degan pishiqish, kesak endi. Val hinta, bug'doy. Uni tatmaganda shunda bug'doy bo'lsa, ustiga najosat tushib ketdi. Buni siqaja siqilmaydi. Idza tasharabat fiha najasa. Buningga najosat singib ketib qolsa, buni yuvib siqilmaydi deydi. Yana val jild, yana teri. Idza dubiga bid-duhn najis. Terini meynat mayi bilan ashlagan ahvolda bu meynat mayi ishiga kirib ketdi. Bu o'ziga bir meynatlik borda, shuni ashlaydi. Lekin ashlagan moddami, ashna meynat modda ekan. Undan keyin shu terining yo qurumning ishiga kirib ketdi bu najosat. Ham buni yuvib chiqarsak siqilib bo'lmaydi. Vasikkin, pichoq. Idza muwiha bil ma'in najis. Tumichilar san pichoq ashna narsani soqqan chaqda qizitib turib soqab suv siladi g'ashva. Ko'zini qilib suv silatib, undan yana soqiladi. Ashuna demak, muva degan suvga silangan ahvolda. Mayna suv shimirilgan ahvolda wal lahmi idza tubiha bil ma'in najis. Mayna suvda go'shtni pishirgan ahvolda demak, mujnaslar siqib tozalolmaydi, yuvib masalan, siqib tozalolmaydi. Qanday tozalash mumkin? Tashridayil desak taqa. Qala Muhammadun la turu abadan li'adam al-asr. Muhammad dabto buni siqilmagan ekan, tozalash mumkin emas, pokiz deb qaralmaydi. Va qala Abu Yusuf taharatu an yughsala thalathan. 3 qatim yuvsak pokiz bo'lib ketadi. Va tumawwahu as-sikkinu bil ma'i at-tahir thalatha. Mayna suv cho'mirib soqqan pichoqni 3 qatim pokiz suv bilan
qizitib turib anda cho'mirab nima qilsak pokiz bo'ladi deb. Va tutbahul hintatu wal lahmu bil ma'i tahiri thalatha. Ay maynat suvda pishirilgan go'shtnimi va maynat suv sinib ketgan bug'doynimi 3 qatam pokiz suv bilan pishiramiz deydi. Shundan pokiz bo'ldi demoqchi. Va yujaffafu fi kulli marra, har qatimda quritimiz. Bir qatim qaynatib, bir quritib o'tib, yana bir qatim qaynatib quritib, yana bir qatim qaynatib quritsak, bu pokiz bo'ldi ekan. Qala al-musannif rahimahullohu taala, al-istinja'u sunnatun min kulli ma yakhruju min as-sabilayn illa ar-riha. Istinja degan asl najudin kelgan. Najud degan so'zning ikki xil ma'nosi bor. Biri insonning tarti, yana birisi egizrak bir joy. Insonning tarti desak, istinja degan insonning tartini surtib pokizlab degan ma'noda. Chalma narsadan surtib pokizlab degan ma'noda. Egiz joy deb qolsak, tarix degan chog'da inson daldoldigan bir joy ko'rib, u egiz joyning oq tarafida o'tirib, shunda tozalik qilgan bo'g'achqa istinja deb atalgan. Yani egiz joyning oqiga o'tirish degandek ma'noda. Bu nimadan iborat desak, istinja degan tarix qilgan joyini chalma bilan surtib tozalashdan iborat. Bu arab tilida bir necha so'zlarda ifodalaydi buni. Istijmar deb ataydi. Istijmar degan chalma tashlini ishlatib shunda istinja qilish, jamra degandan chiqqan, jimar. Yana istitoba deb ataydi. Ya'ni shu joyni tozalash degan. Tayyib degan, tahir degan. Istitar degan ma'noda, istitoba. Ama istincanın hükmü sünnet edi. Min kulli ma yakhruju min as-sabilayn. Aldağı iki yoldan çıkan her qanday necasetin istinja qilishning hükmü sünnet. Bu anda şu joydan chiqibdi, lekin şu joydan boshqa joyga tarqab ketmagan ahvolda shunda. Boshqa joyga tarqab ketsa, tarqab ketgan şu joyni tozalash, yuvish lozim, vojib. Lekin şu joyning o'zini tozalash sünnet. İlla rih. Faqat yel buningda istinja qilish yo'q. Yeldan istinja qilish ba'zi ulamolar bid'at deb qaraydi. Nima uchun desa, bu yel ko'z ko'ringan bir modda, najosat chiqqan bir ish bo'lmagan ekan, uni tozalash hajotsiz. Ya'lam bilginki, annal istinja ala 5 awjuh. Endi biz tafsiliy bayon qilgan bo'lsak, istinjaning turlari 5 turlik bo'ldi. Vajibani 2 turligi vojib. Ahaduma bu ikki vojibning biri g'aslu najasatil makhraji fil ghusl anil janabati wal hayd wan nifas. Nifas janobat ahvolda badandan chiqqan joyning o'zidan to'xtab qolgan bo'lsa-mu, shuni yuvish lozim deydi. Lekin odatda namozni tartagandek tartasak, shu joydan boshqa yamrab ketmagan bo'lsa, qadar dirham miqdori ruxsat qilgan. Lekin yuvinishda chuqur yuvish lozim shuni. Çünkü bedenini hemen yuvish talab qilingan usulda. Kayla tashi'a fi badani. Shu chiqqan joyda turgan bo'lsa-mu, lekin yuvingan chaqda suv tekkanlikdan yani boshqa joyga yamrab ketib, saqib ketishi mumkin. Shuni yuvish lozim. Va thani ikkinchi vojib bo'lgan istinja idza tajawazat makhrajaha yajibu 'inda Muhammadin qallau kathur. Chiqqan joydan boshqa joyga yamrab ketgan ahvolda yuvish lozim deydi. İmam Muhammadning nazarida oz bo'lsin, jiq bo'lsin yuvish lozim debdi. Asli bu istinja emas. Bu shu istinja emas. Istinjani biz nima dedik? Najosat chiqqan joyni surtib tozalashdik. Hozir najosat chiqqan joyning gap emas, najosat boshqa o'tib ketib qolsa, u o'tib ketib qolsa biz tozalash lozim deb tashqadan takrorlagan. Undan keyin bu hozir vojib istinja demaymiz buni. Bunu tozalash vojib bo'lgan pokizlik deymiz. Xuddi masalan, yo'tisqa yoki qo'liga najosat yuqib qolsa tozalash kerak bo'lgandek, buni tozalash vojib. Bu istinja emas bu. Va huval ahvat. Endi istinja deb turib, istinja qilayotgan yaxshi. Li'annahu yazidu ala qadr dirham. Dirham miqdoridan eshkid, ya'ni dirham miqdori bir ba chiqqan joyda uning sal yamirib ketganini qassaq uningga dirham miqdoridan yo'g'onib ketdi demoqchi. Va indahuma shayxonning nazarida yajibu idza tajawaza qadr dirham. Dirham miqdorida ishib ketsa, yuvish vojib. Yana ma'al al-makhraji saqata i'tibaruhu li jawaz al-istijmar fihi. Chunki shu
chiqqan joy, maqatga o'xshash joylar, shu joyning hajmida najosat bo'lib qolsa, biz uni hisobga olmaydik deydi. Saqat e'tibor degan hisoblamaydigan bo'lib ketgan. E'tibor qilinmaydi. Nima uchunsa, chunki u yerda shu chalma ishlatsa joiz bo'ldi. Chalma ishlatgan taqdirda mana shu najosat qolibdi deydi. Haqiqatan mayli deyilgan istijmar fihi yani chalma bilan tozalashsa joiz deb qaralgan. Garchi azroq miqdori qilib qolsin. Fayabqa al-mu'tabaru ma wara. Undan keyin biz ruxsat qilingan miqdordagi narsa qilib, uningdan eshib ketgan, boshqa yamirib ketgan holda uni tozalamiz bo'lmaydi deymiz. Undan keyin bu ash qadar dirhamda ortiq yoki juqqini buni tozalashni biz istinjo demasak, u badanga juqda tozalash lozim desak, bu yerda istinjo vojib degan gap chiqmaydi. Chunki istinjo degan ash qadar dirhamchilik joyni surtib tozalashga iborat. Hozirgi da'vatgan gap qadar dirhamdan boshqa joylarga o'tib ketish masalasi. Va thalithu sunnatun, uchinchi sunnat edi. Va huwa idza lam tatajawaz an-najasatu makhrajaha. Najosat chiqqan joydan boshqa joyga olib ketmasa, yamirab ketmasa, bu chaqda bu yana chalma bilan surtitish sunnat. Surtmay qolsa namozi joyida bo'laverdi. Lekin sunnatni tutmoq bo'ldi. Faghasluha sunnah. Var-rabi'u mustahabbun. To'rtinchi turligi va bu mustahab. Sunnatdan to'rt darajada turadigan. Va huwa idza bala va lam yataghawwat yaghsilu qubulahu. Kichik tariq qildi, lekin cho'ng tariq qilmabdi. Bunday holda oldi tarafini yuydi debdi. Yani bir chalma ishlatib, bunda nima qiladigan bir ish bo'lmagan ekan, oldi tarafini suv bilan nima qilsa mustahab. Lekin suv bilan yuyatmasa namoz bo'laverdi deydi. Albatta bu hamda najosat chiqqan joydan boshqa yerga yamirab ketmagan holda yamirab ketsa yuvish lozim. Wal khamisu bid'ah, 5-turligi bid'at istinja. Va huwa istinja min ar-rih. Yeldan istinja qilish bid'at istinjaga kirdi. Idza lam yadhhar al-hadathu min as-sabilayn. Chunki yel chiqdi, lekin yel bilan hech qanday bir narsa chiqmabdi. Yel bilan najosatning namligi chiqib qolsa, u chaqda istinjo qilish lozim. Lekin yel bilan bo'lsa, istinjo qilmasang bo'lmaydi deb istinjo qilaman deb nim qilish bu bid'at. Ya'ni dinda yana bir narsani paydo qilishdan iborat. Qala va yajuzu bil hajari va ma yaqumu maqamahu. Nim bilan istinjo qilindi desa, hajar degan chalma, tosh, shunday narsalar. Chalma toshlar bilan istinjo qilish joiz. Va ma yaqumu maqamahu. Va shuning o'rnida turgan narsalar. Endi hozir tozliq qog'ozda shuning o'rnida turishi mumkin. Yamsahuhu hatta yulqihi. Surtib, endi uni tashlatadi. Lekin maqsuda al-inqa'u. Chunki bu yerda istinjodan maqsad tozalash. Tabiiy shay'in hasala jaza. Tozalash qanday bir modda bilan bo'lsa, vujud chiqib qolsa, hisob deydi. Va ma yaqum maqamahu degan fa deganda İmam Şafii shu chalmadan boshqasi bo'lmaydi degan bo'lishi mumkin. Yani bu o'zatda chalmadan boshqasi bo'laverdi. Yamsahu hatta yunqihi, yoki hatta yunqiyahu. Tozlagan qadar surtidi deydi. Lekin İmam Şafii 3 qatim degan sanni belgilab qo'ydi. Ya 3 qatim to'liq bo'lish kerak yoki to'liq tozlanib ketish kerak. 3 qatim degan sanni to'ldirish lozim deydi İmam Şafii. لأن المقصود الإنقاء فبأي شيء حصل جازا. Çünkü bu yerda maqsad tozalash. Nima bilan tozlansa maqsad ado bo'ldi. Wal ghaslu bil ma'i afdal. Suv bilan yuvayotgan taxmi yaxshi. Afzal. Li'annahu ablaghu fil inqa'i wan nazafa. Chunki suv bilan tozalash pokizlashda va to'liq tozalatishda taxmi obdan tozalaydi. قال فإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجوز إلا الغسل. نجاسة أشقان جايدن halq qasa yumay bo'lmaydi dedi. Yuyish lozim. Demak, bu yuyishni hozir biz istinjo demaymiz. Bayatanqi vojib istinjo deganda shuni maqsad qilasiz. Faqat bayyanahu dedi mana biz yuqorida bayon qildik. Qala va la yastanji bi yaminihi. Un qo'li bilan istinjo qilmaydi. Wala bi'azmin
ustixon bilanmi istinjo qilmaydi, vala birawsan. Tizak bilanmi istinjo qilmaydi. Chunki o'ng qo'lni tomoq peshga ishlatgan bo'g'achqa uni tazliq ishlatishga bo'lmaydi. Vala bi'azmin ustixon bilanmi istinjo qilish bo'lmaydi, chunki ustixon jinlarning tabaqi. Vala birawsan tizak bilan istinjo qilish bo'lmaydi, chunki tizaklar jinlarning uloqlarining tabaqi. Lillahi sallallohu alayhi vasallam an zalik. Rasululloh shuni to'sqan. Hazrat Salmonga iranliklar shunda degan. Sizning payg'ambaringlar sizga hatto tarat qilishni o'rgatgan. Ya'ni bu badaviyni ayni qaloq bir millatni 23 yil jarayonida tarbiyalab, eng madaniyatlik, yuqori saviyalik, safoliq bir millatga aylantirgan bo'g'achqa iranliklar Hazrat Salmon shunda degan. Sizning payg'ambaringlar hatto sizga tarat qilishni o'rgatgan degandan shunda tarat qilishning adab qoidasini o'rgatgan. O'ng qo'limizda istinjo qilmaslikka, ya'ni tarat qilganda o'ng qo'lni ishlatmaslikka, tazliqqa, ustixon va tizaklarda istinjo qilmaslikka buyurgan deb shunda degan. Mushadisni demoqchi. Wala bi ta'amin oshliq bilanmi istinjo qilish bo'lmaydi. Ya'ni yeydigan yemak-shimak bir narsadan istinjo qilish bo'lmaydi. Qimmat baholiq rah mujna naslida istinjo qilish bo'lmaydi. Rahni ishlatib istinjo qilib tashlatilgan bo'lsa, bu nimadan iborat? Lima fi min idaatil mal. Mol-mulkni zayi qilib o'tish, sarfxo'rlikdan iborat. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha an qile vel qal ve ketretus sual ve idaatil mal. Ve kad nuhiya anhu. Resulullah çekligen. Fe in istanja bihadil eşyai caza ve yukrah. Hem de birisi aşında udul kep kılıp aşınasının birisiyle istinca kıptı. Başınası tapanmay. Kıptağın bolsa istincası doğru buldu. Tazlaş vücut kısıktı. Lekin aşınasını işletkenlik cihattan makro işini kıp koygan buldu deydi. Bu Hanefi mezhep şunda. Lekin Şafii mezhepte yuqorqidagi narsani ishlatib istinjo qilib qolgan taqdir qayta istinjo qilish lozim dedi. Bu beka. Istinjo hisob bo'lmaydi. Li'anna al-man'a lima'nan fi ghayri. Unda Hanefi mezhepte mujna aslida istinjo qilib qolsa istinjosi hisob bo'ldi, lekin makruh ish qilgan bo'ldi deyishimiz. Chunki bu yerda bu narsaning o'zida unda bir kashf bir narsa yo'q. Asli iste'mol qilish, ishlatish mubah narsalar, lekin bu yerda isrofxo'rlik yoki jinlarning tamoqini, jinlarning uloqlarining tamoqini mehnat qilib o'tmaslik masalasi bo'lganlik. Boshqa bir sababdan deydi. Fala yamna'u husul at-taharati. Davomike taharatni vujud chiqaraverdi. Vujud chiqishini to'sab qolmaydi. Kalistinja'i bi tawbil ghayri va ma'i. Xuddi boshqaning birisining kiyimini o'g'irlab istinjo qilib olgandek yoki suyni o'g'irlab istinjo qilib olgandek, boshqaning suyida istinjo qilib olsa, istinjo vujud chiqdi deydi. Lekin ilvag'allik va o'g'irlik qilganlik u boshqa gunoh. Boshqaning ziminida ruxsat namoz o'qib olgandek, ya boshqaning ziminini tatib olib turib namoz o'qib olgandek, boshqaning suyini tatib olib o'g'irlab tatib olgandek bir gap. Yuqorida ham ta'amul jin va ta'amul davabil jin dedik. Shu hadisda Rasululloh ustixonni istinjo qilish bo'lmaydi degan shu hadisda nima uchun desa, jinlar Rasulullohdan bizning yemak-shimak jiqroq mo'l berishiga duo qilishlar degan chog'da Rasululloh duo qilib ularga shunday javob bergan. Qanda ustixon so'ngak bo'lib qolsa, shu so'ngak sizlarga, insonlar yeb yo so'ngakni tashlatgandan keyin shu so'ngak sizlarga burunqi go'sht qaltidanmi obdarroq go'shtli holatga asli keltirib berildi. Sizlar shuni go'shtini yeysizlar. Endi uloqlarga cho'zsa, uloqlarga shu insonlarning uloqlari tizakligan, ash tizaklar burunqi don holatiga qaytirib berildi. Shuni ondan jinlarningki uloqlari yeydi dedi. Avonikan ustixon bilan istinjo qilishning cheklanishi jinlarning tamoqini mehnat qilib o'tmaslik. Tizak bilan istinjo qilishning cheklanishi jinlarning uloqlarining yem-xashaklarini mehnat qilib o'tmaslik. Qala va yukrahu istiqbalul qiblati va istidbaruha fil qala. Tarak o'tgan chaqda qiblaga oldini ya oqini qilib o'tirish makruh. Chunki buningda shunday hadislar kelgan. Fil buyuti vas sahari yoki vas sahara desak bo'ldi. Sahari yoki sahara.
Uylarda olsun, daldisiz, tam to'saq yo'q, endi chul bayovallar bo'lsin, o'xshash. Ba'zi ulamolar var, uylar tam to'saq bo'lgan ahvolda qiblaga yuzlanib o'ttirsin bo'ladi. Chunki to'saq bor. Chul bayovalda ochiq yerda qiblaga qarab o'ttirsa bo'lmaydi, yoki oqini qilib o'ttirsa bo'lmaydi deydi. Liqolihi sallallohu alayhi vasallam la tastaqbilul qiblata va la tastadbiruha. Qiblaga oldinlarni qilmanglar, oqini qilib o'ttirmanglar. Walakin sharriqu aw gharribu yoki lekin o'ng va so'l tarafga qarab o'tirang. Sharqqa yo g'arbga degani janubga yuzlanib namoz o'qigan bo'lsa, janubga yuzlanmay, yo shimolga yuzlanmay, ammo sharq va g'arbga yuzlanib o'tiranglar demoqchi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki Baytul Maqdisga oldin qilib o'ttirganligini Hazrat Ibn Umar ko'rgan. Ammo shunda ehtimolli bo'lg'achqa makruh deb, haram demay, makruh deb yengilroq qaradi. Van Abi Hanifa fil istidbari, Imom Abu Hanifaning kelgan yana bir rivoyatda oxirni qilib o'tirishda la ba'sa bihi debdi. Keyinni qilib o'tirsa mayli, hech qisi yo'q. Li'annahu ghayru muqabilin lil qibla. Chunki keyinni qilib o'tirgan chog'da orqa avrat qiblaga udul bo'lmaydi. Orqa avrat yaga qaragan ahvolda bo'ldi demak. Va ma yanhattu nahval ard. Yanhattu degan past tushib ketgan narsa past tarafga tushib jig'almaydi demak. ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من 3 أصابع. istinjo qilgan chog'da qo'lni bulib o'tmaslik uchun 3 barmoq miqdorchilik qo'lni ishlatamiz. Hamma barmoqda chalmini tutib ishlatmaymiz demakchi. Chunki eng az shu maqsad ado qilgan narsa 3 barmoq. Unda ortiq ishlatmaymiz deydi. Wastanji bi'ardiha la bi ru'usiha. Ash o'rinni tozalagan chog'da barmoqning uch tarafini tekkizmay u joylarga barmoqning to'g'risini olqan tarafini ishlatamiz deydi. Va kadalkal mar'a. Bu qarashda ayollarni shu o'xshash ishlatadi. Bu birinchi qarash. Va qila tastanji bi ru'us asabi'iha. Yo'q, bu shikil qarash bo'lib qoldi. Birinchi qarashda ayollarni erlarga o'xshash barmoqning to'g'risi bilan istinjo qildi, uchi bilan istinjo qilmaydi. Uchini avrat tekkizmaydi demakchi. Nima uchun? Chunki uchini ishlatsa ayollarda junublik deyilgan darajada bir ahvol ko'rilib qolishi mumkin deydi. Agar qizlar bo'lib qolsa, barmoqni uchini ishlatmaydi, chunki qizlik pardasiga daxl etishi mumkin. Bu ma birinchi qarashning gapi. Vaqila tastanji bi ru'us asabiha. Ma ikkinchi qarash barmoqning uchini ishlatadi degan nima uchun desa, chunki ayollarning avratini tozalash uchun barmoqning uchini ishlatmasa undan tozlanmaydi demakchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Kitobi at-tahara tugan bo'ldi. Valhamdulillahi robbil alamin. Endi inshaalloh bu darsda biz kitob at-tahara boshlanib hozir qadar ibora o'qitmay dars o'qib ketdik. İnşallah bu darsda adını tatib başdan nöbet bo'yicha ibora o'qiymiz. Tushunmagan yol bo'lsa to'xtatlam so'raysizlar. Shu orqali ibora o'qishni bir mashq qilib, tushunmagan yolni bir bo'shliqni to'ldirib mangandan keyin, undan keyin kitob at-taharadan imtihon olaman. İmtihonni ilinib o'tganlar inshaalloh kitob as-salatni davomlashtirmoqlar. Yazıqcha.